Yaxshi do'stlar, savoqdoshlar. Bugun so'zlaydigan darsimiz shu mag'lubiyat degan zodi nima degan mush temani cho'r deb so'zlaymiz. Hamda shu odamning hayotida nurg'undigan salbiy narsalar, salbiy ism qo'yilgan ijobiy narsalar bo'ladi-ku. İsmi salbiy deganlik nachar olinadigan, ammo o'zi ijobiy bo'lgan ba'zi narsalar bo'ldi. Hamda uning ismi salbiyroq bo'lganlik uchun odamlar bu narsadan qochadi. Bunday chiqqan vaqtda odamlar shu mag'lubiyatdan qochadi. Bunday chiqqan vaqtda mag'lub bo'lishdan saqlanishga tirishadi. Mag'lubiyatning yuz berishni oldini olmoqchi bo'ldi. Mag'lub bo'lmasam keyin deb qaraydi. Nimishqa? Nurg'un odamning mag'lubiyatdan qechishining sababi tip yildiz aytganda mag'lubiyatchi deb otliq qilishdan yoki shu mag'lubiyatdan keyingi o'zlik tuyg'usining ichida yoki kimlik tuyg'usining ichida mag'lubiyatchi deydigan yana bir shu ismning bo'lib qilishdan qo'rqidi. Nemishqa mag'lubiyatchi degan bu narsadan qo'rqidi? Bu yangi balliq davriga bog'liq bo'lib, biz balliq davrimizda ota-onamiz tabiiyla biz bir ishni qila olsak, xo'sh ulab chavak chaldigan, qilolmasak, xapolaydigan yoki o'zining ko'ngli yerim bo'ladigan avvallar bo'lgan. Shuna biz mag'lubiyatchi degan bu nomni elishni yaxshi ko'rmaymiz. Endi odamning eng chong xatoligi dal mushada. Odam har bir beshdan o'tkazgan kechirmishlarni yoki tam tuyg'ularni o'zining kimlik qilib bekitib oladi. Masalan, bir odam lozigan bo'lsa, men ochiq lozi demay, men shu ochiq lozi demay, men o'zim bir ochiq odam kimman deb lozining ta'mini o'zining kimlik qilib oladi. Asli faqat nima desa, shu ochiq loz yedi, ta'min tetidi. Ammo u ochiq loz yeganning o'zi hargiz bu odamning ochiq odam ekanligidan derak bermaydi. Ammo reallikda nurg'un odam bo'lsa, beshta o'tkazgan kechirmishlarni o'zining kimlik qilib oladi. Masalan, baxtsizlikni beshdan kechirgandan men baxtsiz deganga o'xshashda. Demak, nurg'un odamning bu yerda nurg'un odamning mag'lubiyatdan qechishning sababi u beshdan o'tkazgan ma'lum bir mag'lubiyatni xato holda o'zining kimligi qilib ochiq lozigadan men ochiq odam kimman deb mag'lubiyatni beshdan kechirgandan men mag'lubiyatchi kimman deyvagandek bir ahmoqona ish. Amaliyotda inson mangu mag'lubiyatchi bo'lolmaydi. Yangi uchun bo'lolmaydi. Atalmış muvaffaqiyat qozongan, haqiqiy muvaffaqiyat qozongan odamlar atalmış. Ular muvaffaqiyatchimi? No. Ular muvaffaqiyatchi emas. Ular faqat muvaffaqiyatni beshdan kechirgan. Avu ochiq lozigan bo'lsa, avu tattiq bol kiygan xolos. U tattiq bol kiyganga u tattiq odam laqolmaydi. Shu tattiq bolkin edi. Demak, bir muvaffaqiyatni beshdan kechirdi. Avu ochiq lozidi mag'lubiyatni beshdan kechirdi. Buni kechirish jarayoni bu-chu. Bu nuqtani elib aytganda bir odamning bir odam masalan issiq bir narsani his qilish uchun suymak savoqdoshlar cho'qim u bir narsaning issiqligini qanday bilsizlar?
bir narsani issiqligini bilish uchun cho'qim selishtirish kerak. Selishtirdi odamcha, bir sovuq narsani his qilib baqa odam, ondan bir issiq narsani biladi-da. Demak, bu yerda bir odamning issiq narsani his qilishi cho'qim sovuq narsani his qilish asosida bo'ladigan gap. Agar u sovuq narsa his qilmasa, hargiz issiq narsa his qilmas. Masalan, yil bo'yi issiq bo'lgan yerda u odam hargizmi o'z yashagan yerni issiq demaslik mumkin. Taku sovuq bir yerga bormoqchi, o'zining issiq yer turayotganini bilmaydi. Demak, u issiq deyish uchun cho'qim sovuqni beshdan kechirdi. Bu nihoyatda bir aniq bir narsa, bu yin-yang. Yin-yang degan shunday narsa, bu qonuniyat. O'tganda men maytaq berib qoldim, maytaqqa. Bu maytaqda bir chiroyli yer bor, shuni ko'rgili bordim. Mening ko'makchi o'g'lim maytaqdagi chiroyli tog'. Ammo bu tog'ni kirish uchun biz mashinada mangdiq. Mashina menish jarayonida shu maytaqdagi biz ko'makchi o'g'il yerga berish jarayonidagi shundoq bir qaqaslik borda hamda. Ko'gim yo'q yani qat'iy. Yani ko'gim yo'q. Ammo men ko'gim bor yerga berish uchun cho'qim men ko'gim yo'q narsani ko'rishim kerak, peşimden kechirishim kerak. Asli mening qaqaslikni ko'gim yo'q, bag'im yo'q, qat'iy bag'im yo'q. Ammo mening maytaqni ko'rgim bor. Ammo mening maytaqni ko'rish uchun men cho'qim ko'rishni xohlamaydigan qaqaslikni cho'qim ko'rishim kerak. Agar men ko'rishni xohlamaydigan bu qaqaslikni ko'rmaydim desam, men maytaqqa nima qilolmayman, borolmayman. Shu vaqtda bu bir o'xshash davli hisoblandi. Mag'lubiyat xuddi maytaq bilan urumchi o'tirishga biz kurashni xohlamaydigan bir qaqaslik. Ammo bu biz kurashni xohlamaydigan qaqaslik, biz cho'qim ko'rishimiz tegishli bo'lgan bir qaqaslik. Biz bu yana beshimiz o'tkazmasak bo'lmaydi. Bu bir biz kurashni xohlamaydigan zarur bo'lgan suyumli qaqaslik. Suyumli qaqaslik. Demak, bu qaqaslik garchi biz ko'rishni xohlamasakmi, ammo bu biz ko'rishni xohlaydigan maytaqqa berishning nimasi esa asosi bo'lgan gap. Cho'qim beshni o'tkazgan. Şu an suyumli saboqdoshlar, bu yerda mag'lubiyat amaliyotda qandaqdir bir odamni mag'lubiyatchi qilib qo'yadigan harakat bo'lmasdan, balki ma'lum odamning g'alaba qilgan bir odamni his qilish, ta'mini tetish jarayonidagi cho'qim tetimisi bo'lmaydigan bir qaqaslik hisoblanadigan gap. Demak, bir odam uftuq qozonishning nimaligini bilish uchun, ya'ni maytaqqa berish uchun cho'qim mag'lubiyatdan iborat bu qaqaslikni cho'qim beshdan o'tkazish kerak. Bu qaqaslikni biz ko'rishni xohlamasakmi, ammo cho'qim biz ko'rishga muhtoj bo'lgan bir qaqaslik suyumli saboqdoshlar. Bu nuqtada aytganda mag'lubiyatga intan suyumlik narsa amaliyoti-chu. Sening mag'lubiyatning o'zi nima deganda, sening ma'lum bir harakatingning to'liq pishib yetmaganligidan darak berdi. Sen ma'lum harakatingning to'liq pishib yetmaganligini bilishingning o'zini biz mag'lubiyat deymiz. Ya'ni mag'lubiyatga aniqlanmaydiqda, mag'lubiyat degan nima esa, mag'lubiyat deganimiz ma'lum ish harakatimiz, ma'lum ishni qilish uchun qilgan ish harakatimizning texi o'lchamlik bo'lmaganligini, o'lchamlik emasligini ko'rsatadigan indikator, ko'rsatgich degan gap, indikator degan bir ko'rsatgich, biz buni mag'lubiyat deb ataymiz amaliyotda. Chunki sen o'zingning harakatning qanchalik kerakligini, to'liq bo'lmaganligini chuqur bilishga muhtoj bo'lsanda, xuddi temperaturasini o'lchagandek bir ish. Ma temperaturasi 20-30 da qaynamabdi, mancha o'zi qaynaydi ekan degandek bir gradus. Shu mag'lubiyat faqat bir suvning to'liq qaynamaganligini deb birdigan qaynash nuqtasiga bormaganligini deb birdigan bir gradus xolos-chu. Ammo nurg'un odamlar mag'lubiyatchi deb atilib qilishdan ansirab, mag'lubiyatdan o'zini chetga oladi, natijada mangu g'albini his qilolmaydi. Mana shunday yoki bo'lmasa, qaqaslikni qat'iy ko'rgisi yo'q, shunga
qarmaydiki, chiroyli tog'ni ko'rolmaydi, maytaqda chiroyli tog'ni ko'rolmaydi degan gap. Mening shu darsimni yaxshiroq yana qayta anglasanglar, tushunalaysizlar. Buning ahamiyatini yuqori dars ma. Şu an nurg'un odamlar mag'lubiyat g'albining onasi degan asli shuchu. Amaliyotda buni o'zgarsak bo'ldi bu gapni. Mag'lubiyat g'albining onasi degan o'zgartish kerak. Biz buni mag'lubiyat g'albining jarayoni deyish kerak-ku buni. Onasi desak tas to'g'ri kelmaydi. Jarayoni deyish kerak. Jarayon deyish kerak. Endi shu Graf Monte Cristo deydigan bir kitap var. O'qimagan bilmayman. Şu kitapta bu Graf Cristo'nun bir o'g'li var. O o'g'li ekanligini o vaqt bilmaydi. Çünkü o ketgan vaqtda ailenin qo'zg'udi bor, ama o Graf Cristo o'zining o qiz do'stining qo'zg'udi borligini bilmay ketgan. Shu an keyin kelgan tuqqashqa Graf Cristo o balaning o'zining balasining ekanligini bilmaydi, ama shu balani bir qutuldirib oldi shu. Qutuldirib olgandan keyin hamda bu bala hamda bu Graf Cristoni o'zining dadasi bilan opsiq tunishtirmoqchi bo'lib ziyofatga taklif qildi hamda. Shu ziyofat taklif qilganda hem bu balaning hamda onasi shu Graf Cristoning burun mabit emasmi? Uchish qoldi shu yerda. Uchish qolgandan keyin hamda dadasi ham tunishtirdi, amma bala o'gay dadasi-da hamda u. Ama bu bala ham uni o'gay dadam demaydi, bilmagandan. Asli Graf Cristoning o'zining balasi hamda. Shu tug'ilgan kun taklif qildi-ku deyman. Tug'ilgan kun taklif qilgandan keyin shu ziyofatda dadasiga qilish kerak, ama dadasi bir muhim savdo bilan chiqdi qoldi. Shu bilan bu bo'lsa gangavlik qilganda Graf Cristo hamda shu gangachilikni hamda shu bearamchilikni yo'qtiman deb so'zlaydi. Qadar suqashtiribchi, so'zlagani mundaq deydi. Hayot bir havoraga o'xshaydi deydi. Sen uningdan quyosh nurini kutgan vaqtingda u sana bo'ron chapqunlik yomg'irni ato qildi deydi. Bu vaqtda bir qism odamlar bir umr shu optop quyoshni umid qilib o'tagidi deydi. Bir umr qachon optop chiqar, qachon quyosh chiqar deb shu bo'ron chapqunlik yomg'ir ichidan qoladi, tugaydi deydi. Cho'ng bo'lolmaydi deydi. Yani bir qism odamlar bor, ular bu bo'ron chapqunni optopga aylantiradi deydi. Amaliyotda nurg'un odamlar cho'ng bo'lmaydi. Ular bir umid xuddi qishki vaqtimizda ishlarimiz yurishmasa o'tirib oliblar yig'lasak yo bizda ham tursak ota-onamiz alqib bergandek odamlar shu xil psixik texnik bo'g'ashqa bir xil ishlarning tuyuqsiz yaxshi bo'lib ketishini umid qilib yashaydi-ku bo'ron chapqun ichida. Ba'zi odamlar bo'ron chapqunni quyosh optopga aylantirdi deydi. Şu an suyumli saboqdoshlar mag'lubiyat amaliyotda bo'ron chapqun, biroq bu zarur bo'lgan bo'ron chapqun. Bundan qochib optopni umid qilsanglar mangu mag'lubiyat ichida qolsizlar, qochsanglar. Ammo mag'lubiyatni yaxshi ko'rsanglar, bayat degandek qaqaslikni yaxshi ko'rsanglar, bilib bilmaylar. Maytaq bir qolgandek bilib bilmaylar bu bo'ron chapqun tizla optopga quyosh nuriga aylandi. O da bugungi darsimiz shu tushunib sog'lashlar.